sotiladi degan burgutimiz Quva tumanida mana Chaman ko'chasida joylashgan 59-uyda aniqlandi. O'sha telefon orqali gaplashilib, joyga kelganimizda shu holat yuzasidan qatnog'an so'raganimizda uyda kaptar bilan shug'ullanganda shu kaptarni ovlash maqsadida tushganda shu molxonaga qamab saqlayotganligi aniqlandi. Hamda buni boqishni bilmaganligi sababli sotmoqchi bo'lgan, internetga joylashtirmoqchi bo'lgan. Hozir o'z ixtiyori bilan shu viloyat ekologiya xodimlariga topshirdi. Hozirgi kunda fuqaroga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda tegishli moddalar bilan choralar ko'riladi. Tasarruf olsun, kelgan holatda rasiydi. Eng yaxshi bo'lsa nima qilish bilmasam, bir telegramga qo'ydim aka. $200 deb yozuvdim. Yaxshi bo'ldi sanaladi. Bu hol noqonuniy bilganmisiz? Yo'q aka, bilmagan. Bunga ishsizdan tushgan olmisiz? Albatta aka, tushgan. Bu hol noqonuniy sabablarga olib keladi aka. Bu endi shu qilgan ishingiz bo'yicha ma'muriy javobgarlik haqida endi iloji yo'q, mana shunday emas bo'ladi. Bunday hol boshqa takrorlanmasin. Yo'q aka.